Abide, tünigün kecha men u ayrimxonada bir qizning yig'ilgan ovozini anglagan. Keyin beshimga to'qmoq tegib aylanib ketdim. Qaraganda bu yer men o'ylagandek odatdagi oromgoh emas ekan. Bo'ldi. Bu yerda bu ishlarni deyishmayli. Avval qaytib ketaylik. Obida yana biri avorchilik uchrab qilishdan qo'rqayotgandek qiladi. Ular shipangdagi gullikdan o'tib turishiga keyindan to'g'ligan ovoz anglandi. Obidaxon qiz, to'xtab turing. Tunugin sat bo'ldi. Ali apandim sizlardan kechirim so'rab qo'yishimni aytgan. Xo'jayiningizga rahmat. Uning bizni obdan kutib olganligini hargiz unutib qolmaymiz. Xo'shamsa. Buni Ali apandi saharda sizga berib qo'yishimni aytgan. Obida qadimini to'xtatib, u sungan narsaga tikildi. Mulozimning qo'lida chiroyli o'ralgan bir narsa turardi. Obida ishkilni biroq uning qo'lidan o'ralmini oldi. Bu nima? Buni men bilmayman. Bu Ali apandining havolasi edi. Buni uyingizga qaytib echang. Amsi xo'sh, men kirib ketdim. Bu xatarlik narsa emas-ku. U Ali sizga yaxshi narsa bermaydi. Balkim siz o'ylagandek xatarlik narsa emas-ku. Bo'ldi, qaytib ketaylik. Mening yana shirkatda muhim ishlarim bor. Obida Dilyarni yo'lab darvoza yeniga mangdi. Dilyarmi ortiqcha gap qilmay, Obidaga qarab qo'yib, yenik o'ksinib qo'ydi. Ular darvozadan chiqib mashinasini haydab, bu yerdan ayrildi. Men sizni doktorxonaga ib boray. Bugun sahar shirkati bilan tuzdigan to'xtam bor edi. Shunga chaqqariq bo'lmasam bo'lmaydi. Bo'lmasa avval bilan nashti qilaylik. Onda men sizni shirkatga olib qo'yay. Doktorxonaga o'zim borsammi bo'ladi? Shunda qilsam bo'ladimi? Dilyar beshini ling'ishtib so'z kulimsirab qo'ydi. Obida mashinasini nashtliqqa o'xshaydigan odatdagi tomorxona bar tarafga haydadi. Ular bilan nashti qilgandan keyin Obida uyga berib kiyimlarini almashtirib, shirkatga kelib tushib qoldi. Dilyar mashinasini haydab ketib qoldi. Obida sulg'un kayfiyatda ishxonasiga kirib keldi. Xosiyat Obidaning boyqi sulg'un kayfiyatini ko'rib, asta Obidaning ishxonasining oldiga kelib, bir oz ishkilinib eshikni chekdi. Kiram. Obidaxon qiz, bir ish bo'lmagandi. Qarsam kayfiyatingiz toza yaxshi emas. Hech yo'q. Tunugunga yig'ilish ko'ngillik bo'ldimi? Har holda bo'ladi. Tunugun uyga kech qaytib, sal charchab qopdiman. Sahar shirkati bilan bo'lgan hamkorlik to'xtamini tayyorlab qo'ydinglarmi? Tayyor qilib qo'ydim. Qag'ini sizning o'rlashtirishingiz bo'yicha bo'ladi. Amsa to'xtam ishini tushdan keyinga o'rlashtiring. Yana atiyalik yig'inni amaldan qoldirib, menga shirkatning moliya jadvalini yozma material qilib yo'llab bering. Ha rost. Bu yillik qishliq faslli kiyimlarning moda jurnaliga bitilishi toza yaxshi bo'lmabdi. Bo'lsa, yaxshiroq model bilan aloqalashib, moda jurnaliga chiqaradigan kiyim-kechaklar turini yanglaylik. Men bir necha moda jurnali shirkatini ko'rib qo'ydim. Yili sizga avatib beray. Yaxshiroq bo'lsa, surishtirib men ko'rsatdim. Ma'qul xon qiz, amsi men chiqib ishimni qilay. Ali rostla Dilmuratning dadisimidu? Bu ishlar nimishqa bundaq bo'ladi? Yana vaqt chiqarib, opam ayni chaqda bolani berayotgan odamni tepib, Dilmuratning yutib ketgan ahli bilan Zumrat xonimning bolasi yoki emasligini tekshirib beqishim kerak. Gerçi Dilmurat o'lib ketib, 1 yildan ortiq vaqt o'tib ketgan bo'lsa-mu, Obidaning qalbida Dilmurat mangu o'zi so'ydigan odam. Endilikda tuyuqsiz Dilmuratning uning aksi bo'lib qilishi Obida qabul qila olmaydigan reallik bo'lib, Alining aytgan gaplari uni etqisiz dargumonga silib qo'ygan edi. Obida tush bo'lguncha xiyolchan o'ltirib, xizmatga mu tuzuk kirisha olmadi. Tushlik dam ilish vaqtiga oz qolganda Obidaning telefoni sayridi. O Dilyarning nomerini ko'rib, telefonni oldi. Voy, Dilyar. Doktorxonaga bordingizmi? Ha? Doktor meni bir necha kun orom eling deydi. Qaraganda bugun Shanxayga qayta olmaydigan o'xshayman. Doktorning degandek qiling. Necha kun kechikib qaysingizmi bo'ladi? Sizchi, qandaqroq? Tuning ishdan keyin kayfiyatingiz o'zgarib qolmaganmi? Yo'q, men hech nima bo'lmadim. Aras, bir narsangiz mashinamda qolibdi, olib beraymi? Yoki tushda bilan tomoq yeyish ila olamsiz? U narsa mashinangizda qolibdimi? Tushda dadamni ko'rib kelaymikin deyman. Siz uyga qaytib aramaylang. Kechda men sizni uyga izlab boray. Mayli amsa, narsangiz menda turib tursin. Ma'qul, xo'sh amsa. Ali menga qandoq muhim narsa bergan bo'g'iydi. Bo'ldilar. Hozircha zehnimni yo'qlang ishlarga chashmay.
Obida katibiga bir istakan ilmon suv akirib berishni aytib, kompyuter oldida xizmatga kirishib ketdi. Xosiyat hayal o'tmay bir istakan ilmon suvni akirib, Obidaning ish ustiliga qo'ydi. Xon qiz buni ichib eling. Rahmat a. Obidaxon qiz, to'rdagi xabarni ko'rdingizmi? Nima xabar? To'rda hozir moda kiyim-kechak to'g'risida yangi xabarlar tarqalyotdi. Bu yangi tipdagi to'rda tuzgan kiyim-kechak loyihasi plan ekan. Hozir to'rda bu xabar o't bo'lyotdi. Qachon tarqalgan xabar ekan? Bugun sərdən başlap yo'llagan. Hozirgacha ko'rish nisbati 20 millionga yetdi. Bizdek nomi bor shirkatlarning moda kiyim jurnallarimi to'rda e'lon qilinsa bir kunlik ko'rish nisbati bu songa aran yetadi. Bo'ldi. Siz chiqib tushdan keyinlik to'xtamga tayyorlik qiling. Men o'zim ko'rib boqay. Xosiyat beshini chayqig'inicha chiqib ketdi. Obida to'rni ichib qiziq moda uchur markazini ochdi. Darvaqa nomsiz shaxs nomida moda kiyim kechak plani yangidan tuzilgan bo'lib, bu xil oddiy usulda tuzilgan moda iqim loyihasi kiyim kechak kasbidagi eng qiziq nuqta bo'lib hisoblanadi. Obida to'rdan nomsiz avatkuchni tekshirdi. Nomsiz tarqatuvchilarning ismi yoki boshqa sonliq uchurlari yo'q bo'lib, faqat bir tal olmosning belgisi bor edi. Bu odamning bu oddiygina loyihasi haqiqatan to'rda qo'llanishchan ham qulaylik ekan. U zoti kimdi? Hozirgi vaziyatda bu xaridorga intayin qulaylik. Biroq bizdek moda kiyim-kechak kasbchilar bo'lsa bir tahdid. Agar hamma kishi to'g'ri yuzlanib ketsa, bizning shuncha mablag' chiqarib, loyihilab bozorga solgan kiyimlarimizni kimmo esil kiyim-kechaklar bozorda sotib olsin. Buni birsi maqsadli qilgan. Ko'rilish nisbati yuqori bo'lgan bilan amaliy qo'llanishchalik tuvan. Bo'ldilar, bu kichik ishlar. Obida to'rni etib saytiga qardi. Dal tush bo'lgan edi. Obida o'rindan turib, osqushdagi paltoyini elib shirkatdan ayrildi. Odila sahar doktorxonaga berish uchun soat 7 bilan o'rindan turdi. Yaqindan buyon sal o'zining yotib qolganligini his qilib, atiganlik nashtilik xeyli mo'l narsalarni tayyor qildi. Odila yolg'iz o'ltirib nashti qilgach, tuyuqsiz Dilmuratni eslab qoldi. U shira ustidagi mo'l nashtilikka qarab, so'z kulimsiradi. Dilmurat, men burun ikkimizning doim saharda bilan nashti qilib, birga ishga berishimizni orzu qilatdim. Gerçi siz hazır yenimde bo'lmasangiz-mu, sizni bir yerlarda baxtli yashayotidi deb o'ylayman. Ko'rdingizmi? Hammasi siz amroq pishiriqlar, yana chilangan saymi bor. Odila o'z ko'nglidagi xo'shallik uchun Dilmurat bilan xiyoli nashti qilib, kayfiyati bo'lakchilik ko'tarilib qoldi. Nashtdan keyin Odila hujusga kirib, kiyim ishkovini ochdi. U qator isilgan kiyimlarni birdan qayrib qarg'ach, orasidan holrang bir ko'ynakni oldi. Bu kiyim esingizdami? Bu siz menga o'qish bitirgan yili, o'qish bitirganligimizdan xotirlab ippagan. Buni faqat 2 qitimlik edim. Bugun buni kiyib doktorxonaga borg'im bor. Sizchi bu ko'ynak yilimi menga yarashami? Amsa mushini kiyay. Odila qo'lidagi ko'ynakni almashtirib kiyib, aynak oldiga kelib qaradi. Ko'ynak burunqidagli uning badaniga qo'ymi yarashgan bo'lib, xuddi oliy maktabdagi vaqtlarga o'xshab qolgan edi. Odila sus grim qilib, chochlarini qo'yivatdi. Sumbul qo'ng'ir chochlari uning yelkisini yepib turardi. Odila hozirgi bu turqiga qarab, rozimanlik bilan kulib qo'ydi-da, ustiga qalin choponni kiyib, somkasini esib uydan chiqdi. U yo'ldan taksi to'sib turishiga telefoni sayradi. Telefon javlandan kelgan bo'lib, Odila telefonni oldi. Vay, Odila, xayrli sar. Qanday uxlabsiz? rahmat. Xeyli yaxshi. Sizchi ishga maqningizmi? Ha, men shirkatda bugun yangi oyat bilan hamkorlik to'xtami bor emasmi? Shunga boldurlik kelgan. Ha, yaxshi bo'pti. G'ayrat qiling. Sizchi doktorxonaga texmolmagansiz? Men bu hozir mangay deb turgan. Amsi bo'pti. Yo'lda diqqat qiling. Tushdi, birga tomoq yeylik. Ha, ma'qul. Odila telefonni qo'yib turishiga bir taksi kelib to'xtadi. Odila taksiga chiqib, Vino shakl tuzash doktorxonasiga qarab mangdi. Yarim soatga yetmagan vaqt ichida u doktorxonaga keldi. Odila taksidan tushib, hamda mangay deb turishiga
qarshi tarafdan kulki chaqchaq bilan kelayotgan Lola bilan Shahyarni ko'rib, chiroyi turildi. Ular Odilaning yindan o'tib ketdi. Bu ikkisi yana uchirdi desa. Ha, to'g'ri. Bu qiz yangi kelgan shakl tuzish doktori. Bo'ptilar. Egilgan boshni qilish kesmabdi degan gap bor-ku. Keyinchi chiroyim asliga kelib, dong chiqarib qolsam, ularmi mening bo'sh odam emasligimni bilib qolar. Odila shu xiyollar bilan doktorxonaning ichiga kirdi. Bugun haftaning biri bo'lg'achqa odam ko'p, nomer ilish zali odam bilan to'shib ketgan edi. Odila buncha ko'p odamni ko'rib besh qiyib ketgandek. Besh qiyib ketgandek peshonasini tutdi. Voy, nemancha odam bu? Menga qachonmi uchrat kelar? Qarg'anda shakl tuzdiganlarmi xeyli ko'pkan. U shunday xiyollar bilan turg'unida birisining o'ziga qarab turganligini his qilib, lift o'rin tarafga tikildi. Darvaqa boyli yondab o'tib ketgan Shahyar uning so'z kulimsirab qarab turardi. Odila darhol ko'zini uningdan qochirdi. Bu yigit nimaga qaraydigandu? Eng yaxshisi, uningdan ham qiz do'stidan yiroqroq turay. Odila yonga qarab turishiga do'lsiga tekkan yenik shapuloqdan cho'chib yonga qaradi. Siz Nima? Meni tanıyolmadingizmi? Biz tehi 2 kunning oldida ko'rishgan. shundaqmi? Biroq mening toza esimda yo'q. Kechiring, bu yerda turibman. Bo'lamdi. Siz bu yerda o'chirat saqlasangiz tushkicha aran o'chirat deganmiki. Bo'lmasa men sizga yordam qilay. Hech qisi yo'q. Men saqlayman. Mening uncha aldirash ishim yo'q. Amsi bo'pti. Shahyar orqasiga burilib, lift tarafga qarab mangdi. Odilaning aslida o'chirat saqlag'usi yo'q bo'lib, uning bosh navbatini ip berishga ma'qul bo'lmoqchi edi. Biroq bir eg'iz ortiq so'zlab qo'yg'ini uchun so'zini qaytara olmay, levini tishlab, Shahyarning orqasidan qarab qoldi. Odila 5 minutdak o'ri turib, chidayolmay zalning so'l tarafidagi o'ringa kelib o'ltirib oldi. Angacha boshqalar uning o'rnini egallab olgan bo'lib, Odila egiz poshliq oyoq qizartib atgan tapanni siladi. Ajab og'ir edi. Bundaq uchrat bo'lib ketishni bilgan bo'lsam, tanarkat oyog'i kiyib kelarkanman. Adila ismli qiz qaysinglar? Ha, men bu yerda. Siz 2-qavatga chiqib 5-nomerlik doktor ishxonasiga kiring. Ha, hozirmi? Shundaq, vaqt qiz, tezroq bo'ling. Sestra gapini deb bo'lib, lift tarafga mangdi. Odilami o'chirat saqlamaydiganligini anglab, oyog'ini kiyib, oldirab lift tarafga mangdi. Odila 2-qavatga chiqib, 5-nomerlik ishxonaning oldiga kelib, eshikni chekdi. Kiring. Odila eshikni ichib kirib, eshik tövdili to'xtab qoldi. Doktor ishxonasida Lola bilan Shahyarmi bor edi. Shahyar Odilaga yanilib bir xil so'z kulimsirab qarab turardi. Odila, keldingizmi? Qani kelib o'tiring. Doktor uni Lola bilan Shahyar o'ltirgan kreslog'i taklif qildi. Odila chandurmasdan so'z kulimsirab ularning yeniga kelib o'ltirdi. Lola Odilaga sinjilab qaradi. Voy, bu qiz bekla tonish chirayg'u. Nari ko'rgandim. Qaysi kuni kiyim-kechak savdo saroyida menga so'qilib ketgan qiz shu. Ha, to'g'ri. Jinim, sizning esingizda ekan, ha? To'g'ri. Siz shu qiz. Men so'l yuzingizga tatiqni ko'rgan. Bu qizning 1 yilning oldida tasodifiy portlashda so'l yuzi kuyib yaralangan. Tatiq ancha cho'ng bo'lmasa-mu, vaqti uzun yillik tatiq qatoriga kirdi. Hozirgi tibbiy shakl tuzish texnikasiga asoslanganda uning yuzidagi tatiqni darhol operatsiya qilishga muvofiq kelmagachga biz chet eldan import qilgan dori orqali uning yuzidagi tatiqni yumshatib, ondan operatsiya qilmoqchi bo'lgan. Lolaxon qiz, siz chet elda o'qigan 2 yillik xizmat tajribangiz bor. Qani, siz bu qizning tatiqini bir ko'rib yiqing. Men avval bu qizning yuzini tafsili tekshirib baqay. Tatiq qizi qanchalik cho'nqurlikda. Bak ansirab ketmang. Men sizning yuzingizni asliga keltira olayman. Rahmat. Agar yuzim asliga kelsa, sizdan minnatdor bo'lgan bo'lardim. Bo'ldi, rahmat etmang. Biz avval yuzingizni nurga silib tekshirib baqaylik. Keyingi davolash loyihasini o'zim sizga aytib beraman. Odila, bu yoq men sizga aytgan yangidan kelgan shakl tuzish doktori. Amsi siz uningga moslashib bering. Amsi biz chiqaylik. Lola Shahyarga ishora qilib, Odila bilan doktorning ishxonasidan chiqib, koridorning so'l tarafidagi 7-ishxonaga kirdi. Bu yer tekshirish uyi bo'lib,
ichi xeyli ozoda bir necha tekshirish uskunasi bor edi. Lola Odilani nur orqali tekshirish uskunasining yetish supasida yetishni etdi. Odila yetib bo'lgandan keyin 5 minut nur uskunasida yuzi qoqlandi. Bo'ldi, tursangiz bo'ladi. Ishxonamga chiqayli. Ular bu yerdan chiqib, koridorning so'l tarafidagi 6-ishxonaga kirdi. Bu ishxona qop-quruq bo'lib, qarmoqqa Lolaning yangi ishxonasida qiladi. Lola ishxonasiga kirib, rozi bo'lgandek so'z kulimsirab qo'ydi. Bu ishxona bo'ladi ekan. Jinim, ati menga ishga tashlab gulag'ash keling. Bu yerga qo'ysak texmi payzi bo'ladi. Shahyor beshini ling'ishtib qo'ydi. Odila texchi ularning parangini tinglab turgan bo'lib, sal o'ng'aysizlanib qoldi. Qani, bu yerga kelib o'tiring. Lola, mening yana ozroq ishim bor edi. Siz mo ishxonangizga o'rnashib oldingiz. Men tushdi sizni olg'ili kelaman. İşleriniz xayrlik bo'lsin. Ha, ma'qul. Amsa yo'lda diqqat qiling, ha? Lola Shahyarni ishxonasining sirtqicha uzitib qo'ydi. U ishxonaga kirib, Odilaning yeniga kelib o'ltirdi. Yuzingiz portlashda yaralanganmi? Yuzingizni doktor aytgandek hozirla operatsiya qilish xatarlik. Siz doktor bergan dorini ishilting. Yana men sizga qaytib qolgan nerv hujayralarni asliga keltiradigan dori yezib beray. Bu dori doktorxonada yo'q. Siz dorini eng chong dorixonaga berib setib olsangiz bo'ladi. U yuzga sirtdan surkaydigan dori. Kunda atiyenda ham kechda surtib bering. Yana haftada bir qidim kelib tekshirib turishni unutib qolmang. Rahmat sizga. Baya uchrat sog'ilgan bo'lsam, texchi zalda o'ri turgan bo'ladi. Hech qisi yo'q. Sizning Shahyar uchratsiz ko'rinishga o'rlashtirdi. U doktorga sizning gapingizni aytgan. Doktormi sizni taniydigan bo'g'ashqa uchirtingizni bekor qilib, boshdan kirgizdi. Asli u kanda. Qarmoqqa u yigitmi? Uncha eski emasda ko'rinadi. Nimani o'ylayapsiz? Hech nima. Amsi men qaytay. Ma'qul, dorini men degandek setib olib ishilting. Haras, menga aloqalashish nomeringizni qoldirib qo'ying. Odila Lolaga telefon nomerini yezib bergandan keyin uning bilan xo'shishib chiqib ketdi. Odila tashqariga chiqib, piyoda havo yegash mangdi. Garchi havo sovuq bo'lsa-mu, piyoda menish odamga bir xil xo'shallik bag'ishlaydi. Odila bir ko'cha atlamayla yo'l tarafdan berilgan mashinaning signal ovozi uning diqqatini tortdi. Yan tarafda oq rangli mashina osti suratda mengayotgan bo'lib, Odila bir qarab uning Shahyar ekanligini qiyos qildi. Bu yigit bayam ishim bor deb chiqib ketgan emasmidi? Bu yerda nima ish qilgandi? Odila qadamini to'xtatib, mashinaga tikildi. Darvaqa, bu Shahyarning mashinasi bo'lib, u mashinani to'xtatdi va deriza aynakini tushirdi. Qayerga mangdingiz? Olg'ash ketay. Odila uni ancha yoqtirmasa-mu, Lolaning yuzini shundaqla boyi o'chirat navbatini ilib berganning yuzini qilib, Alloh chiroyini echib javob qaytardi. Bo'ldi, rahmat. Yo'limiz bir emas, men o'zim mengib ketay. Bo'ldi, chiqing. Sizning uyingiz bu yerdan bekli yiroq. Odila mengishdan to'xtab, bir pas sukutda turvatida Shahyarning mashinasiga chiqdi.